Chumolilar va bug'doy donalari. Leonardo da Vinci. Dalada qolib ketgan bir dona bug'doy dona yaqinlashib kelayotgan izg'irindan qochib, issiq va nam yerga chuqurroq kirib olish ilinjida yomg'irni sabrsizlik bilan kutib yotardi. G'allazordan yugurgilab borayotgan chumoli polvonning unga ko'zi tushibdi. Chumoli xazinadan xursand bo'lib ketibdi. U o'ylab o'tirmasdan zil-zambil topilmani bir ammalab yelkasiga olibdi-da, inqillab-sinqillab ini tomon yo'rg'ilabdi. U qorong'i tushmasdan uyga yetib borish uchun to'xtamasdan yurar, yelkasidagi yuk esa ezgandan ezib borar edi. "Namuncha o'zingni qiynamasang, meni shu yerda tashlab keta qol", deb yolvoribdi bug'doy. "Agar seni tashlab ketsam, bola chaqamiz bilan qishda och qolamiz", debdi chumoli chuqur nafas olib. "Biz juda ko'pchilikmiz. Har birimiz qishga ozuqa jamg'arishimiz kerak." Bug'doy o'ylanib turgach dedi: "Men sening halol, mehnatkash ekanligini yaxshi bilaman, biroq mening ahvolimni ham tushun. Maslahatli gapim bor." Donning bu samimiyatidan hayron bo'lgan chumoli uni yelkasidan tushirdi, gaplarini tinglash uchun esa asta yoniga cho'kkaladi. "Senga to'g'risini aytsam, chumolivoy, menda buyuk hayotiy kuch mujassam. Mening vazifam yangidan hayot paydo qilishdan iborat. Yo'q demasang, sen bilan ajoyib bir shartnoma tuzaylik." "Bunday shartnoma nima?" "Ana bunday. Agar sen meni uyingga tashib ketmasdan shu yerda qadrdon dalamda qoldirsang, roppa-rosa 1 yildan so'ng men seni mukofotlayman." Chumoli ishonmay bosh silkib qo'ydi. "Hayron bo'lma chumolijon, rost gapiryapman. Menga ishonmasang qattiq adashasan. Agar so'zimga kirsang, birgina mening o'rnimda kelgusi yilda 100 dona bo'liq donga ega bo'lasan." "Bir donaning o'rniga 100 dona, axir bu mo'jiza-ku", o'ylanib qoldi chumoli. "Bu qanday amalga oshirasan?" "Bu yog'ini menga qo'yib ber", dedi bug'doy. "Sen hozir chuqurcha kavlab meni ko'm, yozda qaytib kelganingda haqiqiy mo'jizani ko'rasan." Chumoli shunday qilibdi. Kelishganidek kelasi yozda chumoli o'sha tanish dalaga qaytib keldi. Bug'doy dona esa o'z so'zining ustidan chiqqan, bo'liq yetilgan bug'doy boshoqlari quyosh nurida oltindek tovlanib turardi. Tan sihatlik tuman boylik.